Xo'p, demak, birinchi markovning foydasini bir ko'rib chiqamiz. Xo'p, markovning foydasini ham deyman, eslab qolish uchun. Qoida. Xo'p, ya'ni markovning foydasi nima qilardi? Kecha ham ozgina o'tdik. Vodorod ko'piga yo galogen yoki almashuvchi guruh kamiga nima qiladi? Boradi. Xo'p, endi o'shani ozgina mexanizm bilan nima qilamiz? Ko'rib chiqamiz. Bu sertifikatning o'sha 42-savoliga nima qiladi? Keladigan joylari bor. Keling, mana bu yerda modda yozaylik. Xo'p. Shunga biz vodorod bromid ta'sir ettirsak nima chiqadi? Buni o'zi yaxshi. Shuni endi mexanizmni ozgina ko'rib olaylik. Nimaga bunday? Nima uchun aynan vodorod ko'piga, brom aynan kamiga? Bilasizlar, mana bu qutblanish bo'yicha bitta minus, bu bitta plus bo'ladi. Qisman plus minus qo'ysak ham bo'lardi-yu. Xo'p, mana bu joyimiz endi. Aynan alkinlarda induksion ta'sir hisobiga elektronlar oqib boshlab mana shu joyga elektron yig'ilib qoladi. Bu joyimiz bitta minus bo'ladi. Bu joyimiz bitta plus bo'ladi. Endi tasavvur qilavering, qayerga brom boradi? Pluskami, minuskami? Nima uchun minusga boradi? Xo'p, hech qachon zaryadlar bir-biriga yaqin bo'lsa, zaryadlar nima qiladi? Bir-biridan qochadi. Hozir demak, vodorod endi qayerga boradi? Aniq minusga boradi. To'g'rimi? Ha, tasavvur qilsangiz, qizib yopsiz-da. Borib issiq pechkaxonaga kirasizmi? Kiramiz. Ha, xuddi shunaqa o'zi. Mana bunday ham. Endi brom nima qiladi? Boradidagi shunga boradi. O'shancha biz oddiygina nima qilamiz buni? Vodorod ko'piga vodorod boradi, vodorod kamiga galogen yoki boshqa biror bir modda nima qiladi? Boradi deb qo'yamiz. Xo'p, yozsak nima bo'ladi endi? CH3. Xo'p, endi mana bu vodorod yo'qoladi, to'g'rimi? Yo'qoladimi? Xo'p, vodorod qoladi. Vodorod yo'qoladi degan. Biz o'zi mana bu yerda noto'g'ri yozibmiz-da. To'g'rimi? Unaqaga to'g'ri kelmaydi. Nima edi? Uglerod necha valentligiga? 4 valent ekanligiga to'g'ri kelmaydi. Mana buni o'chirib qo'yamiz. Mana endi to'g'ri bo'ldi. Xo'p. CH2 CH3 bo'ladi. Demak, mana shu modda nima qiladi? Hosil bo'ladi. Mexanizmni tushundik-a? Endi aynan shu joyga ikkinchi qoidamiz bor edi. Ya'ni chiqib ketish qoidasi bor edi. Bu Zaytsev qoidasi. Buni nima qilamiz endi? Z qoida deb yozib olamiz. Z qoida desak to'g'ri bo'ladi. Xuddi shuning o'zini chiqarishga harakat qilamiz. CH3 CH3 brom CH2 CH3 chiqarishda endi ikki xil variantimiz bor edi. Kaliy OH ning aynan o'sha spirtli holatini olishimiz kerak edi. To'g'rimi? Spirtli bo'lgandagina chiqib ketishi mumkin edi. Agar suvli holati bo'lsa, hozir yozamiz, nima qiladi? Uning o'rniga OH kelib qo'yadi. Demak, chiqayotgan bo'lsa, endi bromda ikkita variant bor. Yo bundan vodorod olib ketish kerak, yo bundan vodorod olib ketish kerak. Biz o'tgan safar ham aytdik, ozgina qoida bor edi. Nima edi? Kamidan olib chiqib ketardi. Boya ko'piga kirib kelgan bo'lsa, endi kamiga kelib nima qiladi? Kirib chiqadi. O'zi bu nimaga aynan kamiga, aynan ko'piga deyilishiga sabab, odatda elektromanfiy zaryadning atrofidagi, ya'ni alfa holatdagilari nima edi? Qutblanuvchan bo'ladi. Qancha vodorod kamroq bo'lsa, qutblanuvchanlik shuncha ko'proq bo'ladi. Ya'ni vodorod chiqib ketishi osonroq bo'ladi. Natijada nima bo'ladi endi? CH3 CH3 brom bo'ladimi endi? Brom chiqib ketadi, to'g'rimi?
Endi chiqib ketadidan o joyga nima bo'ladi? Qo'shboq kirib keladi. CH3 va kaliy bramidning o'zi bo'ladi. Xuddi o'zi nima qildi? Hosil bo'ldi. Mana buning o'zi hosil bo'ldi. To'g'rimi? Va nima ham chiqib ketadi? Suv ham chiqadi. Suv ham chiqib ketadi. Endi modda biror bir boshqa modda bilan ham ko'raylik. Hozir o'zi chiqyapti, lekin ko'p hollarda almashish holati bo'ladi. CH3 CH2 CH qo'shboq CH2. Shunga endi biz brom berib olamiz. Mana shu vodorod bramid qo'shib olamiz. H brom qo'shsak. Nima bo'ladi? Vodorod boya aytdikki. Vodorod kamiga boradi deysizlar meni. Kirishki endi bir kishi bo'lyapti. Demak, mana bunga endi vodorod brom nima keladi? Bunga keladi. Natija nima bo'ladi? CH3 CH2 CH3 mana bunda nima bo'ladi? Brom keladi. Endi aynan shu moddaning o'zidan chiqarib tashlaydigan bo'lsak, nima bo'ladi? Uni ham ko'ramiz. CH3 CH2 CH brom va CH3. Xo'p, mana shundan kaliy OH suvli deymizmi? Suvlini o'tgan safar aytdik. Suvli bo'lsa faqatgina nima kiritadi? Spirt hosil qilardi. Spirt bo'ladi. Esimizda bormi? Spirtga suv, suvga spirt chiqardi. Xo'p, nima bo'ladi? Brom chiqib ketayotgan vaqtda endi bromda qoida bor. Yo buni olish kerak, yo buni olish kerak. Albatta kamida nima qilib olib chiqib ketadi. O'shaning hisobiga CH3 CH qo'shboq CH CH3 shu yerda bir anaqamiz yo'qmi? Demak, mana buni qo'ymaymiz. Va nima bo'ladi? Kaliy bramid va suv chiqadi. To'g'rimi mana? Endi bir qarab ko'raylik-da. Nima anaqa varianti bo'lgan? Nima farqi bor? Mana bu moddadan kelib chiqqanini qarang. Mana bunda qo'shboq qayerda bo'lsa, bunda ham o'sha joyda chiqib kelyapti. Lekin mana bunda qo'shboq qayerda bo'lsa, endi nima bular qayerdaligi qarang, mana bu joyda bo'ladi deymiz. Ikkinchisida variantda nima qo'shboq siljib olyapti. Ha? Tushunyapmizmi? Yo, buni ham biron biriktiryapmiz. Qaysi edi? Qani edi hozir? Tepada ham biron vodorod bilan biriktiryapmiz. O'sha hosil bo'lgan moddadan chiqarib tashlagan vaqtimiz qo'shboq qayerda o'sha joyda kelib qolyapti. Lekin mana bunday holatlarda agar yonida metil radikal bo'lmaydigan holat bo'ladigan bo'lsa, nima bo'lar ekan? Qo'shboq siljib oladi. Qo'shboq siljib oladi. Tushundik, xullas. Bu demak, birinchisi Markovning qoidasi, ikkinchisi Zayis qoidasi. Xo'p, M ga nima edi? Ma'qulga zid qoida. Demak, Markovning qoidasiga zid qoida deb esda qolish uchun yoki masalan juda ham bo'lmasa, qo'pol bo'lishi mumkindir. Sabzi qoidasiga qo'yon qoidasi. Endi bilmayman qanday bo'ladi. Mana bu ham hozir qaysi qoidada turibdi? Markovning qoidasida turibdi. Bu Zayis qoidasida nima qilib turibdi? Xo'p. Hamma tushundimi? O'tgan safar darsda qatnashmaganlar. Kim tushunmadi? Tushundiga demak. Buni sheriklari bor edi, suvli variantlari. Endi buni bugun o'tirmaymiz. Yozib olamizmi birinchi?